4-ci qism. O yenimdə bo'ladiganligi ish bo'lsa, qandaqroq turasan degan so'zini oyimisilar sakratga tushib qolsam mayli edi. Biroq tushdan keyin obdalla bo'lib qoldim. Atdegandan kechgacha tinim topmay o'ginib qolgan men uchun yana yetish og'ir kelib, o'rnimdan turib ketdim. Hanım bo'lsa, tezda aslinga kelding. Dedi erim peshonamga qo'lini tekkizib beqib. Bak yetib qolamu deb, bakla ansirgan edim. Aslida mu og'ir og'riq emasdim. Dedim onunğa minnatdorlik bilan qarab. Siz akilib bergan dorilarni tez foyda qildi. Sana maslahat soladigan bir ish bor edi. O ishikni yepib qo'yib, qishimga kelib o'ltirdi. Alshatni shaharda o'qitaylimkin deyman. Nemishqa? Nemishqa deysan-ku? Shaharning o'qitish sharoiti yaxshi. Hozirdan boshlab sharoiti yaxshi maktabda o'qisa, keyin nuqtaliq oliy maktabga o'tishiga asos endi emasmi? O deganingiz to'g'ri. Biroq nima? Dadam opam bu yerda yolg'izlik tatib qolarmi? Ularni shaharga akassak. Ularga sen botursang. Men avval men Alshatni maktabga o'rlashtiray. U maktabga ko'nalisa, ondan oila bo'yicha shaharga ko'chib ketsak bo'ladi. Undaqda Alshat qanday qiladi? Men bo'lmasam, u texmi ko'nalmaydi-da. Baribir sen maktabda o'qish beramaysan-da. Tushlik tomqini maktabdan yeydi. Kechda men bormasmi? O texi amdila 7 yoshga kirdi. Nemishqa uni meningdan ayirib, shaharda o'qitishimiz kerak ekan. Nahiya ichidagi maktabmi bir obdalligi. Mushu yerdami meni o'quvchilar ketyapmanda nuqtaliq oliy maktablarga. Men maktabni o'qishib tayyor qilib qo'ydim. Uni maktabga tizimga olg'izish uchun oz jafo tortmadim. Aliyar o'rnidan turdi. Opam dadamning kallasidan o'tgan ish. Sendak oliy maktabni bitkizgan bir ziyolining kallasidan nima deb o'tmaydi? Dadam qo'shildimi? Dadam bilan navaq maslahatlashgan ish bu. Aliyar Saidga qarab qo'ydi. Alshatni chaqir. Endi mangmisoq kechikimiz. Hozirla olib ketamsiz uni. O'qish boshlaydiganga xeyli vaqt bor-ku. Bu tuyuqsizlikdan gangirabla nima qilarimni bilmay piqirabla qoldim. O o'zi nima deydi texi? Voy, jiq gap qilmasang-chi. Balaning oldida bundoq mishildab bermay, chiroyli uzitib qo'y uni. Sirtda o'ynayotgan o'g'lim dadasi bilan shaharga bordiganligini anglab, xushal holda mashinaga chiqdi. Mashina go'rildab, darvoza oldiga chiqqandilar. Esimga bir narsa kechdi. To'xtab turing. Balamning kiyim-kechak, sumkalarini tayyorlab beray. Shundoq deganimcha uyga yugurdim. Necha kundan beri o'g'limning maktabga berish uchun tayyorlagan narsalarni chamadonga qachlab ep chiqqanimda mashina allaqachon uzab ketgan edi. Necha yillardan beri bag'rimda tursa-mu qanmay cho'nqilgan. Texi yaqingacha tushlarimda o'z ota-onasi ep ketmoqchi bo'lib ayam bo'ladigan o'g'limning bundaq tuyuqsiz mendan ayrilib ketishini o'zimni yo'qotib darvoza sirtidala ho'ngirab yig'lab tashladim. Qancha yig'lasam-mu ichim hech bo'shaydimaydi. Egiz bas chiqayotgan nolalik ovozim, ko'zlarimga patmay eqiyotgan yoshlarim shurikimni tilg'ab, asablarimni chiqarib etishga qurbi yetmay o'tadi. Ichki chekam lo'qildab og'rib, chek tomirlarim yerilib ketgandek so'qatdi. Qattiq bir tugunchak o'yib qolgan ko'krakim chinqilib,
normal nafas elishimga to'sqinlik qiladi. Meni aran tasti yulab uyga akirgan qiynanam beshimda parvona bo'ladi. Qiynatamning telefonda kimlargadir vaqirgan ovozi quloqimga g'uva anglanadi. Qizimning yumshoq qo'llari to'xtovsiz eqivatgan yoshlarimni surtib ulgurmaydi. Balam ketdi. Tatliq qo'ng'irashlari, kulishlari, chuchuk tillari, uyni beshig'i kiyib yig'lashlari, tinim topmas kapsizliklari bilan bu ho'ylini ovatlashtirgan. Qiynanam bilan aramizdagi so'g'uqdamni yemirib tashlagan. Meni ona bo'lish baxtidan bahrlandirgan o'g'lim oldin ala shapimni berib qo'ymasdan nihoyatda tuyuqsiz bag'rimdan chiqib ketdi. Uning ismini chaqirib ko'nib qolgan tilim ixtiyorsiz holda uni chaqirib soladi. Uni ko'rib turmasa chidamaydigan ko'zlarim har yon talmiratdi. Uning qo'llarini tutib ko'ngan qo'llarim sarson edi. Uning kiyim ishkabidagi tig'i kiyishga ulgurmagan kiyimlarini, biroq qitimma esib boqmagan sumkasini, o'z qo'li bilan bir dal xat yozishga nasib bo'lmagan daftar qalamlarni silaydim. Balamning hidi ketmagan yotgan ko'pilari, kiyimlarni purash meni xush qiladigan birdan bir ish edi. Bekor bo'lsamla uning hujrasida edim. Uni izlaydim. Uning bilan g'oyibona paranglashdim. Uni silkib tilg'anlarim uchun, vaqirganligim uchun ming pushaymon ichida o'rtanatdim. Shundoq balam ketdi. Teg'i yaqingacha quchog'imda uxlaydigan. Yerim kechida uyqusi ichilib ketsimi, opa deb uyg'onadigan o'g'lim ketib qoldi. Men bilan cho'ng odamlardek mungdishadigan, menga tasalli beradigan, dadasi oldida, cho'ng onasi oldida meni oqlab, menga yon besib qarmaydigan, og'rib qolsam qaynoq suv quyib beradigan, yumshoq qo'llari bilan beshimni tutib qo'ydigan o'g'lim kichik turibla uchirma bo'p chiqib ketdi. Tomoqni ko'proq yeng qizim. Bugungi tomoq vaqtida qiynanam yana shu gapni takrorladi. Qarang, Alnurchilikmi yemidingiz tomoqni? O'tmaydi opa. O'tmasimi zo'lab yeng. O'ruqlab shing'nag'ushdek bo'p qolganingizni ko'rmadingizmi? Alshad ketgan bo'lsa, qishingizda Alnur bor. Qizingiz uchun bo'lsa-mu, ruhliroq turmusingiz bo'lmaydi-da. Cho'ng odamlardek jimmida o'ltirib tomoq yeyotgan qizimga qaradim. Aksi ketgandan beri g'alvasi ozlab, jimg'irlashib qolgan. Hatto tomoq tanlamaydigan bo'lib qolgan qizim bugunmi o'zi yoqtirmaydigan lag'manning cho'pini erinchaklik bilan chaynamoqda edi. Tomoq vaqtida uni yemayman, buni yeyman, yegizib qo'y deb jidili tugamaydigan qizimning bu holatiga qarab ichim serildi. Va qachsidagi allaqachon sovib qolgan tomoqni qo'limga oldim. Yegingiz kelmasa yemang qizim. Men boshqa tomoq aytib beray-a? Men yeyman. Hammani yeyman. Men lag'manga olmayap. Lag'man yemaydiganingizni men bilaman. Men sizga banjir tugib beray-a? Akam menga tomoq tanlasang yaxshi bola bo'lolmaysan degan. Qizimning kichikgina lavlari o'mchaydi. Akamning gapiga kelgan bo'lsam, u ketmaydi, opa. Ko'zidan taramlab yosh to'kilayotgan qizimni quchog'imga elib, yoshlarni surtdi. Akangiz qaytib keladi. Shanba kuni bo'lsa-la, dadingiz bilan ikkisi birga keladi. Yoshmi, opa? Ras, shunga
Әмді herkes şıqlamang ha, oppa qızım. Siz şıqlavatsızға, oppa. Mən mi şıqlamay? Hər ikimiz şıqlamaylı ha? Şənbə günü oğlum qaytıb gəlmədi. Şənbələ emas, yekşənbə mu? Onundan keyinki şənbələrdə mu? O qaytıb gəlmədi. Hər cümə günü heyt tayarlığı qılğandak qılğan tayarlıqlarım. Şənbə günü taң səhərdən başlap, oğlum amraq tamaqlarının tayarlığını qilishlarım. Qızımның taң süzülməsdilla, "Agam keladi!" deb o'rnidan turishları. Qiynatamның navramga so'yib beraman deb beqivatgan qo'yni qo'tanda ayirib qilishi. Qiynanamның chiroyli kiyimlarini kiyib, og'rivatgan putlarini so'rab, menga yordamlashib, paypetak bo'lishlari. Mashinaning ovozi chiqsila, darvozaga qarab yugurishlarimiz. Yo'lga chiqib, o yoq bu yoqqa o'tishib turgan mashinalarga umid bilan qarashlarimiz. Quloqlarimiz eshikda, ko'zimiz eshikda. Bütün diqqatimiz bilan ishga talmirishlarimiz bilan oxirlashatdi. Alyarning gahi olanmas bo'lib qolsa, gahi etilib qoladigan telefonni olgan chaqda bo'lsa, Alshatni maktabdan qo'yib bermaganligi uchun aklanmaganlikdek bahona sabablari bizni emas, azaldan eg'ir besiq qiynatamni muterikka qilib qo'ygan edi. Atdigandan beri palaxshib, og'zimizga tuzikkina narsa sammag'inimizga qaramay, hammamiz och qo'saq, arg'in, umidsiz holda yotqanga kirishga, uxlamay tong atqizishga majbur edik. Mushundaq umidsizlik ichidan umid izlab, bolamning yo'liga qaragan ko'zlarim teshilay deganda, u keldi. O'ruqlab bo'yiga tatib qolgan o'g'limni darvoza oldida bag'rimga besib, mang'izlariga, peshonasiga, chochlariga va kichikkina qo'llariga qanmay suyib ketdim. Vaqt mushi peti to'xtab qolgan bo'lsa ha, bolam bag'rimda, tiniqlarimiz qo'shilib ketgan mushi paytda, vaqt o'z o'rnida qaytib qolgan bo'lsa, qiynanam bolamni bag'rimdan talashmagan, kechda birga yotimiz deb o'z hujrasiga akirib ketmagan, bolamni bir oqshom bag'rimga besib yetib olishimga, uning issiq tiniqlarini qong'icha simirib, dumbilarini siylab qo'yg'ach, u uxlab qolganga qadar mungdishib olishimga fursat bo'lgan bo'ladi. Bolamni qong'icha ko'rib olish, paranglashish, uning qanday muhitda turayotganligini bilish uchun urinishlarim amalga oshmayla, uning qaytish vaqti to'shib qolmagan. Bag'rimdan ikkinchi qitim chiqib ketmagan bo'ladi. Biroq hech kimga yuz xatir qilmaydigan vaqt, mening nim bo'lib ketishim bilan kari yo'q. Oldiga qarab meni yurgach, 2 kun birdamdala o'tib ketdi. Endi uni bundaqla yo'lga sep qo'ysam bo'lmaydi. Menmi opasi bo'lgandikin, uning maktabiga berishim, muallimi bilan ko'rishishim, uning ahvolini bilishim, kam narsalarni to'liqlab berishim kerak edi. Shunga Alyar qaytishning gapini chiqarib bo'lguncha, bolam uchun tayyorlagan narsa keraklarni boldirli mashinaga soldim. Cho'ng hujraning bir temini egallagan kiyim ishkabining ichidagi texi kiyishga ulgurmagan kiyimlarimni bir boshdan tanlab, eng chiroyli ko'ringanini kiygandan keyin girim ustilim oldiga kelib o'ltirdim. O'zimdan beri parvizsiz qilib, qurg'oqlashib ketgan terilarim, terilmagan qoshlarim, bir oy ichida ko'rinarlik o'ltirishga boshlagan ko'zlarim, gaz bo'lishga boshlagan lavlarim, tujublab surilgan moyning inchiklab qilingan girimning ta'sirida
xeylili tusga kirdi. O'zindan beri satrashning har xil dorilarini ko'may, sog'lomlashib qolgan chachlarim ching chigilgan bu qishdan azod bo'lib, qizil kepinak ko'ynak kiyib turgan mo'ramga yeyildi. Alyar chachlarimning mo'ramga yeyilib turgan bu holatini bakmi yaxshi ko'radigan bo'lsa-mu, yanala cho'nglarning oldida sat turmasin deb qaytadan turmaklab chiroyli tugib edim. Aynakdagi bayqi jalliq, sho'x ko'rindigan qizning o'rniga salobatlik, tamkin bir cho'kan almashdi. Aynakka necha qatim qarab turqimdan rozi bo'lgandan keyinla andan eshikdan chiqdim. Pallambaydan taqildab dastlab pastga tushayotganimda hujrasidan chiqayotgan qiynonamga uchrashib qoldim. Bugun boshqacha bo'lib ketibsiz-ku qizim, dedi qiynonam usti beshimga sapsilib qarab. To'yga boramsiz? Yo'q, Alshotning maktabini, yotig'ini ko'rib kelay opa. Dadasi bag'andikin bo'lmadimi? Siz berib nima qilatdingiz? Voy shundoq qiling qizim, bo'lsa qishida necha kun turib keling degan so'zning o'rniga bakmi so'g'uq anglangan bu javobdan hayronlik ilkida qiynonamga tikildim. Uning oqseriq yuzi tatirib, teg'imi oqirib ketgan. Sal qardab qolgan lablari demakchi bo'lgan gapini deyolmayotgandek titrab turadi. Bir oydan buyon bolamning ich og'riqi bilan bo'lib ketib, ikki qiyriga tuzigrakmi ko'ngil bo'lib boqmaganimdan, ularning mijozida qandaq o'zgarish bo'layotganiga diqqat qilmaganimdan xijillik his qilib, lassida bo'lib qoldim. Lekin aram kelgan bu fursatda bolamning turgan qo'pqan yerini, o'qish ahvolini bilib kelmasam, dadasi ep kelmasimi, o'zim berib akilalaydigan yoki hech bo'lmasa o'zim berib ko'rib kelalaydigan bo'lmasam bo'lmaydi. Men kashtali kep bo'lman opa. Bering qizim, bering. Opingizga men bor. Bog' tarafdan kelgan qiynotam shundoq deginicha yana bir nimalarni deyishga og'zini o'mallagan qiynonamni to'xtatib qo'ydi. Meni opamaslikqa bahona izlayotgan Alyarmo dadasini ko'rib, amalsiz holda mashinani o't oldirdi. Egiz binolari va mo'qida qatnashib turgan mashinalari bag'ancha ko'payayotgan bu shahar meni ancha qiziqtirib ketmadi. Oliy maktabda o'qiyotgan 5 yilda shaharning qaynam tashqinliq muhitiga to'yingan ko'zlarim o'g'limning maktabini, yotig'ini, tamoq yeydigan oshxonasini, saboqdoshlarini, muallimini, ish qilib bolamga munosabatlik hamma narsani ko'rishga oldiraydi. Alshotning maktabi mushu. Alyar shundoq deginicha mashinani reshatkaliq darvoza oldiga to'xtatdi. Biroq ota-onalarni ichiga kirgili qo'ymaydi. Yotiqini ko'ray debmi ko'ramaysan shu. Mashinadan tezlikda tushib, darvoza ichiga intilgan putlarim Alyarning oxirgi gapi bilan to'xtab qoldi. Undaq emas-ku. Alyarning gapiga ancha ishongim kelmagach, bolamga iltijo bilan tikildim.